Assalomu alaykum obunachilar, navbatdagi pressipimiz sotildi. Bugungi sanaga esa 2025-yil 3-may kuni xudo xolasa bu pressipimizni topib beryapmiz. Buni razmeriga keladigan bo'lsak 1.60 ga 2.60 bo'ldi. Mol pressip 1 moslik. Pressip ma'qul bo'ldimi, brat? Ha? Yaxshi zaxamni. Elektromontajlarni qilib bergan. Parkopi bor edi o'zingiz. Necha so'm oldingiz buni? 10,5. 10,5 million berdik. Ha, parkopi o'zlarida bor edi. Elektromontajlarni qilib berdik. Bunun borti balandligi 50 cm bo'ldi, rushotkasi 70, poldan 1.10 bo'ldi. Qalin poldan 3,5 cmlik qalin poldan bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 kelma 50 qala tumaniga berdik. Esa tabriklaman, brat. Keyingi shamol o'sdi, inoq shu spratkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Mana 4 taraf ham shivillar bo'ldi buni. Mana 2 tonna ko'taradi. Strumenkalar 76 lik burov turi strumenkalar bilan lastikli yangi balonlar bilan. Kreylar juda ham mustahkam. Biberina kuzov nomeri, bu yerda birkasi, yana 1 tonna 400 zamoklar bilan, yana zanjirlar bilan qo'yib berdi. Parkoplari o'zida bor edi. Kimga shunday pressiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Yana bu yerda mol tumush chiqtiradigan joylar ham bor. Mana risollar juda ham baquvvat, isirg'a risol. Burov to'rg'ali 76 lik. Mol bemalol minadigan. Kimga shunday pressiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Bu xudo xolasa 50 qala berdik. Ebelayna tayyor pressiplarimiz ham bor. Mana bu Xanqa tumaniga. Mana ebelayna tayyor pressiplarimiz bor. Murojaat qilaverasizlar. Har xil turda pressiplarimiz bor. Zakaz bilan ham ishlab turibmiz yana. 2 moslik pressiplar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, xudo xolasa bonuslarni qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.